Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Moskvaga nasib bo'lsa 15 yo 16 chisloga martga yo'lga chiqib ketamiz. Qashqadaryo Qarshidan jo'naymiz. Hozir mashinamizga 3 ta odam bor, yana 5 ta odam kerak. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa, ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Mana mashinaning ichki holati 8 o'rindiqlik mikroavtobus Hyundai Starex. Nasib bo'lsa 15-16 ga bu mashinamiz chiqsa 20-martga mana ikkita mashina birdan chiqadi. Captiva Qarshidan jo'naladi. Ketadiganlar bo'lsa Samarqand, Sirdaryo, Jizzax, Toshkentdan ham olib ketaveramiz odamni. Moskvaning metro Kotelniki 1-metrosiga borib tushirib qo'yamiz. Telefon raqamlarimiz 88lik kod 048 44 49.